Mana. Qani. Bu yoqqa. Qo'yg'ini muborak bo'lsin. Qani, o'tirsin. Qani. Masalaga beqisila. Qani. On necha yil tul o'ltirib, ikki balni guldek beqib, cho'ng qilib, qata qatdi. Shundoq. Bu oson emas-da. To'g'ri. Asla. Navas sep qo'yay. Xo'sh bo'ldi. Sep qo'yay. Bo'ldi. Mana jahon ma'murchilik bo'lib ketdi. Nima desak shu ba. Shuningga men shukri. Shundoq. Qani, eg'iz tegishdilar. Qani. Elislar. Ballarımı qatağa qetilib qaldı. Xatircam bo'lgansiz. Ular ko'rinmaydi-ku. Ballarımı andan kelayli degan o'xshaydi. Qani, mazalarga beqisila, elislar. Qani. Qani elislar, va go'shtdan kesib elislar. Qani. Elislar. Biz chiqayli. Yani yo'qlaydigan bir qancha ojizalar bor. Atdiganda tugdutayli. Bo'ldi, turib qasla. Yo'qlab kelishganlarga rahmat. Xo'sh. Haqiqatan yaxshi odamlar-da bu. Har yili hetning birinchi kun yo'qlab kelishni unutib qolmaydi. Acaba kelamaydi bu bal. Arım yok. Yani tehi apandan erkeğe neresi yok mu dersine uyuşmaz. Vicdansız. Bir qo'y mayli. Qanday qilib sanaqlardan turdinglarmi? Qani, o'tiringlar bolam. Eytangiz muborak bo'lsin, apa. O'tiringlar. Navramda kelmabsizlar-ku. Necha kundan aldirashib ketib cho'ngayga apirib qo'ygan akilarmidiq. Apa, sangdan xeyli o'xshaganda qiladi-ku. Xeyli o'xshidi bolam. Sangimmi ishga qursib qo'ygandim. Seni tünün kep ketem gitsem, ketmeden ya men özüm apırıp beremedim. Vay, şu men aldırashıp kettim. Kimim bitmey bugün ettigen aram berip ekip aldım. Qara apa yarışıptı mı? Yarışıptı balam, bek çıraylık yarışıptı. Qanday apa, etleriniz yaxshi o'tib atqandı? Yaman emas. Qeyriganda hemmeni biraqlı qıp boğulu bo'lmaydi ekan balam. Bir kuni kirishibdiman, bir kuni darizlarni surtibdiman.
Pərdilərini asanmay, Xoşnanның balası Erkincan bilan ukisi esişib bədi. Qağan işlarını küçümdən yetişici qıldı. Parat kelmedi mi? Kəmidi qı balam. Bəlkim qudularniki ketken oxşaydı. Əmdi kep qala. Sizlər ağaç oturunlar. Mən çay demlep kirey, hə? Oy, mana kimnin gepini qısışı kelidi. Umu kep qaldı deymi? Gepni avutmay. Yeydiğinizini hep cim oturun, ha? Yaxşıdırdın mı? Yaxşı. Yetin mübarek bolsun. Birgi olsun. Oy, adamlarım kep boptu da. Keldi. Ben sana kurbanlıqni azırak ep qoygan. Avuydan keleceğim, şuna ep kelenmedim. Hiç qısı yox, rəhmət balam. Yaxşımısınız? Eytanızga mübarek Özünüzün bolsun. Yeydiğin mübarek bolsun. Özünüzün Oturunlar bolsun. balam. Oturunlar. Oturunlar. Güzel nurunu ipkemeksen go. Güzel Nur nima? Ben tuproq beşidin kelip, qurbanlıqni qıp bulup, Güzel Nur işkimiz. Ağa çoğun oyga bağın toq. Bu yaqqı mağa ildap tursa tuqqanlar kep qaldı. Şoň Güzel Nur şu yer kep qaldı. Qani özаңlarning uyi bo'lgandikin balam, tanglasha o'tiringlar. qani. Farhatjon balam, sen ma go'shtlarni kesib qo'y. Men choy demlab kiray, ha? Apa, men demlaymi? Yo'q, men o'zim demlay. Saat necha oldi? 2:30 bo'ldi. Endi biz mangashtiramdiq. Juma Parat. Ben bu aldırayman. İdaradakiler öyge kemekçidi. Onun üstüge Güzel Nur çoğun oyda qaldı. Ben bazağa çıkıp, nesi gerekli almasam bulmaydı. Bilemeydi. To'xtab turinglar. Men opamning qishiq chiqib baqay. Apa, nima ish qilyapsan? Tamoq tayyorlik qilyapsansan? Bo'ldi, avar Sizlar bo'ldi. uyga mehmon kutib, yetlab tamoq etib yeb bo'lamaysizlar. Hozir tayyor oldu. Bir taqsini yeb. Uyga mehmon kelmoqchidi. Parat, opam tamoq yepmanglar deb faqat unamayotdi. Sen chiqib bir nima deb taqqana? Apa! Boldu apa, avarı bulma. İdaradakiler öyge kemekçidi. Ben bulmasam ola ketip qalmasın. Güzel Nur bilen ertigice tamoq yegil kelemiz. Yo'q balam, tamoq hozir tayyor oldu. Kirib o'tiraman. Apa, sizlarmi chiqyapsizlar balam? Bizme qaytaylik. Voy Shuhrat, gap qilinglar. Bunun ishim Idaradakilar dela kelmoqchi kelmoqchikan. ekan. Biz mangmasak, ular shundoq ketib apa. qolmasa. Balam birdamda tayyor oldu. Unda qilmay Bo'ldi, birdam apa. o'tiringlar. Mana hozir Biz shuni kelamiz. qilmanglar. Bir taqsini yeb. Apa ertigice kelemiz. Sizme öyle beren apa. Ma'qul, boraman balam. Xo'sh, apa. Xo'sh balam. E'tibog'ini apa. Tövbe Xudoyim. Hamma narsani talqib qo'ysam. Ma-bolalarning ketayotganini. Mana. Oy, kela. Qanday ahvoling? Yaxshi turdingmi? Qaysi shamol surib keldi seni? Yetman shamoli bo'lmamdi. Kela. Qanday yaxshi turding? Yaxshi. Uy kira. Uyda mehmon bor o'xshamamdi. Yo'q, o'z odam. Tursun, mehmon keldi. Voy, mana aziz mehmon keldi emasmi? Qani. Yetonsin. Qani, o'tiringlar. Qanda, obdan turyotamsiz, qani o'tiravering. Nurni olishimiz, bayatdan beri gapimizni qilishib, bir yo'qlab kelaylik deb biz berib o'g'icha, o'zingiz kelibsiz emasmi, ha? Shu qarsam sizlar bormidinglar, shunga men keldim. Yaxshi bo'pti, do'st degan shunday qilish kerak, qara. Qara. Ma qurbonlik qo'ygan go'shtidan tetib qala, ha? Qani, choy ola. Rahmat. Tatinmang, ha? Qani ola. Elama. Kela o'zim, bunda o'tiraylik.
Bularni ağaç oltıra. Mana ale. Rahmat. Bularni özüm pişagan. Sen de usta bolmasam mı qint etip. Ay, həcəb kəmtər olub getibsən qo. Sən mi usta? Sizden endi ahval soray. Qandaq özünüz obdan turib atamsiz. Ballarning ahvolichi yo'qlab turib atqanda? Yoxlab turub atıdı. Ulam yaxşı. Sizlərin ballaçı. Yo'qlab turib atdı. Elele kep-kepte peki. Ulamı bek aldıraş qara. Faqatla tutib olib bo'lmaydigan lopdi hozir. Bu ikki qeyri qaldoq. Bu ballarınız. Voy, gap bilan bo'lib tunishtirib qo'yishni unutib qoptiman. Bu yoq mening do'stim, bir yurtliq. Shaharlik o'tir maktabda birga ishlaydik. Endi bu yoqni sana tunishtirib qo'yayin Abijon. Ismi Nurbibi. Nurnisoning yaqin do'sti. O'zi tex yoshdi. Bizni qiyirtib pensiyaga chiqib oldi. Bultur chiqdingiz, a? 2 yil olub qaldı. Qanamsa, tatinmay, a? Elinglar, ağaç o'tiringlar. Bu ishimiz birga ishlaydik. Salomatlik yor bermay baldurli pensiyaga chiqib oldi. Qani ağaç, a? Jafası jiq bu do'stimning. Qani o'z o'p qoldiq, tatinmanglar, a? Maktabdagilar bormagandu? Yo'q defi. Ular qachon menga xabar qildirib to'plashib keladi. Balki. Qani ağaç o'tir. Ishxonada o'ltirib gapingni qilishib ketamiz. Yo sen kelmaysa yolg'iz o'tog'ich kelsan bo'ladi. Bo'ldi. Yolg'iz degan bilan yolg'izchilikning o'ziga tushlik ishlari bo'ladi ekan. Men boray desam, buni tamog'ini atmasam bo'lmaydi. Salomatligim toza yaxshi emas. Voy, Nabijon, sen mi gap qilgash o'tamamsan, a? Ishlab ketdingmi? Birani qo'yaymi ya? Yo'q, u vaqtlarimiz o'tib ketdi. Daymina endi. Bo'ldi. Hamrankiga bordingmi? Qaysi kuni maktabdagilar bilan pat qilib borgan. Senchi? Men xabar topamay qaptiman. Seni bormagan bo'lsa, yetpatsiz qilgash bilib berib kelaylikmikin deb kelgandim. Boshqa kuni berib olasan. Bugun bu uyda kashlab ketgan. Nabijonmi o'z odam. Shu. Billa o'ltiraylik. Shunda qilsam go yaxshi bo'ladi. Bugun niyat qilib chiqibdiman. Shu yerga berib kelay. Kashligili boshqa bir kuni kelay. Voy, qo'ydi qayirmaydi deb ekan boshqa bir kuni berib olasan. Ketmay o'ltirg'ina billa o'ltiraylik. Bugun bir yerda kashlan qarang, a? Nabijon o'z odam. Hay, Nurbibi, o'tiring, negorisi. O'ltirg'ina azar. Birdan o'ltirg'ina. Faqat bo'lmadi juma. Bugun borsam faqat bo'lmaydi. Xo'sh, Abla, ma ishni. Xo'sh. Yetlab beringlar. Mehmonim boshlab beringlar. Ma'qul. Birdan Sizni o'ltirmay. o'ltirg'ina to'maqaya bo'lib qolgandi. Tamam, beringlar o'tiringlar. Ma'qul. Ma'qul. Ben çıkmadım hem sen Nurbibi, ha? Ha, yo'q. Xo'sh emsa. Tatınıp qaldingmi ya? Ha, yo'q, qay. Tatınıp Ma'qul, qaldingmi? men qayta yetlab beringlar, ha? Ma'qul. Kelib turg'in. Qaytamsa? Xo'sh emsa. Obdan ayaldı. Yaşıl tul kaldı. Men Çekip koy. Hey, sen tanıysan mı hemen? Keyin mağrib qilib chiqqan qiyimchi. qiyon. Voy, eliqi. Eliq oqsiriq. Igiz boykaga odam. Dal shu. Biladikanman. Bilasan dedim. Shu 15-16 yil bo'lib qoldi. Qizdan Shirak bilan qazo qilib ketgan. 2 bolasi botdi. Bolalar shu Nurbibiga qilib Nurbibi hem ata hem ana bo'lib beqib qata qo'shdi. G'ayratli ayol juma. Tasta. Shu emasmi? Qani, tamoq elanglar. Voy. Bu sizlarni ovar qilib. Nadi gaplarni qilsa, oldin qo'y. Nurbibi rasli obdan ayol. Mijozim shundoq yaxshi. Nurg'un kishilarni soyi qildik. Bolalarimni o'gaylab qo'yamikin, sat turamikin deb zarli unumaydi. Hozir endi bir nima desak, bo'ldilar. Bu yoshga kelganda nima qo'ydi deb zarli unumaydi. Bo'ldi. Nabi tamoqlar sovuq qolmasin. Qani og'ash o'qinglar. Mana. Ochiq suv hozirchi? Voy, hozir akray. Qani olay.
Taqdir ha. Hey, sana ne oldu? Ha? Ay, oldu ki onun yerim kınma. Özüngni aya. O işlerini oylavergen bilen baribir o'rniga kelmaydi. Ha? O ayolning gapini qilib, sizning yig'iringa tuz sep qo'ydimmi nima? Ha? Yo'q, ey. Ha, ala, tamoq ye. Ay. Qani, tatinma. Ma'qul. O'zim kelay. Mana. Qani. Gila. La sep qo'yay, ya. Gila. Rahmat. Ko'nglingizni yerim qilmang, Nabijon. Uning o'rniga beshingizni o'ngishib olishning g'amini qiling. Yurtdan bo'lsa-mu birani akasingiz bo'ladi. Hey, yolg'izlik degan bak yomon. Hech bo'lmasa kirqatlaringizni juyib, tamog'ingizni etib olingizdan xabar oladi. Sizningcha men bir xizmatchi yollaydi ekanman-da. Burungo ballarni ugaylab qolamdi keyin. Cho'p-cho'ng bo'lib qolgan ikki balni boshlab kirsam, onasi ugaylamasimi, ballar yatsirab qolamdi keyin debdimi. Shu ballarni debdikanmi. Uning ustiga ayollardan ko'nglim bak so'p ketibdi. Shu kunlar o'tib ketdi, yana o'ta. Rast gapni qilsam, sizmi endi beshingizni o'ngishib olmasangiz bo'lmaydi. Nurim sarasida. Endi kimga tatishsiz? Bir kun bo'lsin rahat ko'ring. Endi rahat ko'radigan vaqtingizmi keldi? Sizcha Nurbiy qandaqroq? Nimalarni deydigansiz? Men ya o ayolni tonimisam, yana kelib nima? Nurbiy. Nurbiy xonimning bunda xiyoli bormi yo'q? Oy, unda xiyoli bo'lsa mayli ekanda. Mana. Sizmizda gapning ochiqini qilmay. Men uning dafaqaya. O'g'lim o'sha to'g'riliq gap bo'lsa qo'yib tutib qoldigan. Hozir uni yolg'iz qoldi. O balam degan bilan bolalari uni o'ylabmi qo'ymaydi. Hey, haq chandurmag'ini bilan dadini ichida biladi o bichara. Hey. Bugun shu ishing o'ngishib qoldigandek qildi Juma. Nurbiymi o'zli kelib qoldi. Bugun zodi bir ish bor. Allah, men choydan Tamog'imni yeyaylik. Qandaqa? Bu ish atlashmamdi. Biz tek bugun ikkinchi qatim ko'rishdik. Mana keldim. Sizlarga nima lozim? Nima yeyingiz var ki? Nim bo'lsa bo'laverdi. Yerimdan ishkilarman, 10 zakon. Ha, ma'qul, chatoq yo'q. Qani. Rahmat. Qani, choy iching. Biraz bi'atda turdi. Birdan paranglashqach tomoq yeyli. Sap yoshlar kirdigan yami nima bu? Bak bi'atda ketyapman. Bo'lsa, sizni uyga boshlasam bo'ladi.
Lekin şu uyda tamak etadigan adam yok. Onun üstüge üzemmi tamak etishini toza epleştiremeymi. Bugünkidek mushundaq aram bir ko'rishganda sizni obdaroq bir mehmon qilib olmasam bo'lmas. O'tganda chalipoli ko'rishibla ketib qoldingiz. Sizga deydigan nurg'un gaplarim bordi. Boshqaroq bir joyga berib paranglashsak bo'pti-ekan. Bu yer toz bo'lmaydi-ekan. Bo'lmasa tamak yeb bo'lgandan keyin xoliroq bir joyni tepib birdan paranglashamiz. Qani, choy iching. Bana tabak geldi. Ulan tez. Hadi. Rahmet. Beni eli sıla. Hey! Kahvaltıya oldu mu? Bana kahvaltı. Rahmet. Qani, inan. Qani, sizma elim. Bola tamakni xili o'xshadi ekan, ha? Voy. Kebab muzlab qolsa, yeyishlik bo'lmaydi. Qani, muzlab qolmasin. Elana. Özünüzmi ilan? Ben sel turib yey. İlan. Dünyada yalgızlıqdan ağır azap olması gerek. Yaş çoğaygan sırı hayatıda bolup ötken açık çuçuk hatırına. Ayacanlıq keçmişle adamdan nerik etmek. Rast deysiz. Tenhalık kişini şunçilik əsir qıldı ki, hatta bəzide bir çaşqan öyünün o tarafdan bu tarafga ösüken dep qaldı. Köp Allah'da işçimiz sıkılıp muğunuzga muğ boğudek muğdaşqa. Dert halınızga yetkidek sırdaşqa muhtaç boladı ekansiz. Lekin Tanrı mendek bahri parını bu dünyanın harabısı da emrahsız kaldırdı. Bunun qaysi birini dey. Ko'nglingizni yerib qildi. Sizni mağluza verib charchitib qo'ydimmi nima? Yo'q. Mayda o'rindiq bor ekan. Bo'lmasa birdan o'tiraylik. Men bu dunyoga kelib 50 yil yashapdim. O'ylab baxsam, hech xo'liq ko'rmabdim. Taqdir mendan opto'yu, menga hech nima bermabdi. Ballarning opisi bizni tashlab chet elga chiqib ketdi. İki balamni shunchalik e'tiborlab baxdim. O'qitdim. Qizim imtihondan o'tamaganini oz deb bir sodiya bilan ketib qoldi. O'g'limni
japa mushaqqat ichida baqqanimga tushliq, yaramliq, bilimlik odam bo'ldi. Hatto chet ellarda o'qish fursatiga ega bo'ldi. Shundoq deb xo'shal bo'lsam, bu vafosiz dunyoning paymoni shundoq o'xshaydi. Uzun o'tmay o'g'limning hodisiga uchragan shum xabarini topshirib oldi. Ko'nglingizni yerim qilmang. Odam hayot manzilida taqdir qismatning o'yinchig'i bo'lib o'tadi ekan. Odamning umri hasrat judolik bilan o'tadigan o'xshaydi. Demagan bilan birdan aytmasa, birdan aytib qo'ydi ekan. Yana Nurniso bilan Tursun'g'imi ming rahmat. O ishlarni ko'p o'ylamang. Ikkimizning taqdir qismatlarimiz o'xshab ketdi ekan. Demisimi tanholik barliq nadomatning o'shigi ekan. Odamning yolg'iz o'tirib yo tamoq yegisi kelmagan. Mana qarang, osh to'xshirib, o'zimga oshqozon keslimni tepib oldi. Tehi boshqalarning ter bo'ytaq deyishlaricha. Shu emasmi? To'y to'killarga, markilarga berib, jup-jup kelgan er-xotinlarni ko'rsam, shundoq masligim kelib ketdi. Qandağalыңız. Bu yoq kelib qapsizg'u. Atamning mashina ag'antim, shuni akir beraymikin deb. Opingiz yo'q-ku deyman. Boya dunyosini chiqib ketayotgan. Choyga boramdiki. Choyga? Men apti kunda nima choydi u? Opingiz-ku yaqindan beri batla oldirash bo'lib ketdi. Salobatlik bir odam pat-pat izlaydigan bo'lib qoldi. Bu ishni sizlarga maslahat solganda. Maslas sağan. Bu nayt obdan iş bo'pti ukam. U odamni xeyli obdan odamdek qiladi. Xo'shni xulumlarni xo'sh bo'lib qoldik. Sizlarning xabaringlar bor-da? Xabarimiz bor. Ma'qul amsa, xo'sh. Voy. Farhod bormi? Ha, men shu. Adamma? Nima ishdi? Gap qila. Apam to'g'riliq ancha-muncha gap anglab qoldim. Sen angladingmi? Yo'q. Men opamni ko'migili xeyli uzun bo'ldi. Opam birsi bilan tepishib qolgan o'xshaydi. Qo'shni xulumlar shundoq dedi. Yo'q, undaq emas bu. Xizmat aldirash bo'lg'ishqa men opamning yoniga borolmadim.
Şundaq bolsa mayli. Amma rost bo'lib qolsa, sen jo'yilma. Opam hergiz undaq ayol emas. Sen xato anglab qolgan o'xshaysan. ma'qul. Ma'qul amsa. Men surishti qilib, sana ondan telefon beray. Xo'sh. Ma'qul, shundaq qil. Xo'sh. Yaxshi bo'pti. Kim qayerlarning ko'nglini yo'q deydi. Qayrig'anda bir-birsiga hamroh bo'lsin emasmi? Toza joyida ish bo'pti. Kimga kim hamroh bo'ladi ekan? Qayrlar undaq-mundaq deb ketdinglar-ku, ha? Apаңыз Nurbiy muallimning gapini qilyapmiz. Nabijon muallim bilan to'y qiladigan-ku. Hammamiz qo'shilishdik. Rostbek yaxshi bo'pti. To'y qiladi ekan? Siz tex bilmamsiz. Qarg'anda apаңыз xijil bo'lib sizga eg'iz ochamgan o'xshaydi. Apаңыз to'y qildigan, endi yaxshi bo'pti. Yaxshi bo'pti. To'y qilgan. Yolg'izroq tamam to'g'ri. Oy balam, ajab vaqtida keldim. Mashimni ag'ash keldingmi? Yolg'iz hashlaganda yetgan pul endi yetmay o'tamda. Oy balam. Nim bo'ldi sana? Nimaga undan xafa bo'lib qolding, ha? Nomus qilsangchi bu yoshga kelganda. Nimanga nima yetmay o'tadi ekansan? Teyson pensiya pulini qanday hajlasang yetadi-ku. Jinim balam. Yemek-ichmaklaring eshib turibdi. Kiymen desang, kiyimlaring tayyor. Yana sana zada nima kerak, apa? Degina sana zada nima kerak? Bizni bu shahar yashig'ini qo'yamsan, qo'ymamsan? Biz ma yuzni nada ko'tarib yuramiz? Sana deb qo'yay, qilayotganlaringning hammasi ham xiyol. Bu hargiz mumkin emas. Oy, kele balam, gel. Adam bir nimalarni deydi qo'rasma? Nima? Bir nimalarni degan nima gap u balam? Men ortiq gap qilmay. Herhalde siz bizning opamiz. Bizga aqlni siz o'rgatgan. Unutib qoldingizmi? Bu yoshga kelganda aqlingiz gajgingiz o'tib qoldimi nima? Qaraganda sizlarga aqlni toza to'liq o'rgatamagan o'xshayman. Aqlim xeyli joyida, gapni to'liq agitmay. Udul demamsan, zot nim demakdisan? Agar shunday qilmoqchi bo'lsangiz, buning hech kimga foydasi yo'q. Siz bu niyatingizdan yening. Ma ballani. Mana tek taksi savatida. Qandaq jahon bo'lib ketdi bu. Hey, fikirlerim. To'xtab turinglar. Mishadi ishlaydigan paratni tunumsizlar.
Parat nima? 4-chi qavatlikda. Shunda. To'g'ri, to'naymiz. Xabar mashinani bir chaqirib qo'ying. Ma'qul, biz chaqirib qo'ydik. Men bir şey saqlab turaman. Saqlab turing. Paratjon, qanaqa ahvol obdan turib Yaxshi. Apangning ahvoli obdan turib-atqanda. Mendan so'rayapsiz. Apamning yaxshi yomon turganini sizlar bilasizlar. Paratjon balam. Seni xili bir oqqarni farq etidi desam, nima deganing bu, ha? Jira, soyig' berib parangni ishla. Mana. Bu shundoq gap balam. Endi cho'nglarning gapini anglab qo'ymasang bo'lmaydi, Paratjon, ha? Endi shunchalik ishqi kelganda sizlar xabaringni borganda. To'g'ri. Men seni mush uchun izlab kelgan. Sen o'g'il olib olgandan keyin qarishingni deb baqsang bo'ladi-ku. Ha? Men sana desam, Paratjon bolam. Bu yomon ish emas. Aksicha yaxshi ish. Biz buni demasakmi, masala balli bo'lgan odam buni balli burun o'ylashinglar kerak emasmi? Men deb fikr qilmoqchimi? Hargiz bo'lmaydi. Paratjon bolam. Nima ishqa bo'lmaydi, ha? Nima ishqa? Bo'lmaydi dedim. Hargiz bo'lmaydi. Men sizga deb qo'yay. Bekbagingiz kelib ketsa. Xap. Bizga qilgan yaxshiliklaringizni demisam, hozirla. Gapingni ochiq qil. Rost shunday qilmoqchimi? Nima deydigan safqam, bu jahonga pir ketdi. Buningmi yolg'oni bormi? Voy namoz. Apa, konular qiyirganda qiyir tatuq, qiliqlari ondan ortiq degan gapni sizga o'xshashlarga debdi ekan. Ash Tursunkamning burun bizga qilgan yaxshiliklarini demisam, Apa, bu yosh kelganda senga neningizni yeb uyqungizni uxlasangiz-chi? Sizlarcha yemak, ishmak, kiyim-kechak hammaning o'rnini bosa oladi ekanda. Vey, sana yana nima kerakdi? Nomus qilmay davatgan gapini. Sen rastlah oljib qolsan, apa. Og'zingni shum. Sizlar o'z ko'nglinglarda meni Nabijon muallim bilan buzuqchilik qilyotidi, nashayin ishlarni qilyotidi deb o'ylab qopsizlar-da. Bizning munosabatimiz sizlar o'ylagandek undaq murakkab darajada emas. Ha, men ashu muallimni bir nima qilmaydigan bo'lsam, men endi yuzimni maktabga qamab ko'tarib yurayman. Men sizlarni otisiz nima jafolat beqib cho'ng qildim. Bugungi kunda meni nimda haqoratlayapsizlar? Mening o'z taqdirimni o'zim hal qilish huquqimmi yo'qmi? Sizlar oyda shilda bir kelmaysizlar. 16 yil bo'ldi. Men mush uyda yolg'iz yashayapman. Kesin kundan kuniga eg'irlashyapti. Bana hemrah bo'lgan odam bo'lmasa. Yolg'iz qoldim. Bu oson bu. Endi men o'g'limni akab beray. Undaq bo'lsa, menmi qizimni akab qo'yay. Bundan keyin mishada tursin. Men o'zimning kesilning ho'ksini aran chiqarsam, sizlarning bolalaringlarni qandoqmi baqa olayman? Nurbevining ishlari qanday xo'p ketdi? Qanday xo'latdi? Ashlarning to'sish bilan bu ishning to'xtab qolgani xeyli bo'lib qoldi. Xizmat ishlab baqsa qanday xo'la? Bu ish qo'la uncha aralashmamisin bo'pti ekan. Voy, ishlimidi damsizlar. Tursun ishkimizning demagan etmig'inimiz qanmidi?
Məldik xolum xoşla, yüz abroyluq kişilər çoxdan tutub arlaşdı. Heç gep kirməydi. Ulan nimini oylaydı iken ta? Hazır mana mumay tatıb jürüydü. Bizde nime günah? Şunun bilen biz mi arlaşamadık? Şu? Hazır kişilərinin işığı arlaşqılı bolmaydı iken. Yaxşı ko'nglingiz bilan gap qilsangiz, ular anglamaydi ekan. Rost deysiz. Ajab joylik ne bu bolla. Kim o? Men. Oy. Kim? Nabican mısınız? Men şu. Gittim. Ben sizin ötünüp kalay. Bunun dinkin kemmem. Hoşullah anlısını sep durdu. Benim ondaq tanlıqtı koyma. Nur büve. Sadıgan gide. İşini edeceğim. Benim işim pek sıkılıp gidiyordu. Siz bilen birden paranlaşıp alsam. İğniklep kalım. Nur büve. Nabican, ben sizin düşünemem. Siz bu dünyada qariydim bop qalğan ata. Derdiniz dola. Lekin benim hiç amalım qalmadı. Siz yüzümni töküşni xalamaysız. Sizning ko'nglingiz yaxshi. Hozir qo'shnilar ichida quloq yoqdi gaplar ko'payib qoldi. Meni tamlikda qo'yma. Meni oromimda qo'yib. Ketdim Nabijon. Ma'qul. Ben ketay. Nur büve. Işık tövde bir narsa qo'yib qo'ydim. Birazdan keyin kirib ketasiz.
beri bu doğrunu tapalman jüretdi. Nebican ahir tepipdi de. Bağrımni yerip düşken balladın kelgen vapa. Bu. Yap bir adamdın kelgen vapa ma bu. Hacetmi ta'tir jahamkina bu. Kim o? Men. Nebican. Bana hazır. Ana. Nurböve, siz mijazınız yok mu? Yok, işini bulmadım. Birdemki yaxshi bo'lib qolaman. Kel. Mana qarang. Mo'shinchi bola bo'lib ketkichi bu doktorxonaga bormagingizni qarang. Bu bo'lmabdi. Elime bir ish esim kelib kelganim. Yuring, doktorxonaga boraylik. Yo'q. Birdemki yaxshi bo'lib qolaman. Man qarang, joylik qilmang. Darhol doktorxonaga boraylik. Yuring. Birdemki yaxshi bo'lib qolaman. Joylik qilmang deyman. Bo'ldilar, bormay. Mangayli. Yuring. Astanaqa.
kesili xeyli ağır. Amma xatarlik basqıçda ötüp ketdi. Bemar operatsiyada yanılı çıktı. Şuna obdan qarmasanlar bo'lmaydi. Ma'qul. Yenidan odam ayrilmasin. Ahvol o'zgarish bo'lsa, sestralar xabar qilsanglar, biz darhol yetib kelamiz. Ma'qul. Rahmat. Neçə vaxtdan beri köp cəfa tatdınız. Sizə köp rəhmət. Əmdi öyгі berib bir neçə gün aramab gelin. Bir yerdə aramı alamadınız. Nədi gəplərini qılıdı ikənsiz? Mən nimiga avar boğdəkmə. Ballağa qanda xəbər qılısız. Mən mo xəbər qılışını oyluğan. Üzəm ya ulağı xəbər qılanmısam. Ula hazır meni xuddi düşməni köygəndək gördü. Başqalar arqılıq xəbər qılay desəm, sizin peşinizde adam bulmuşsa. Boldu qılın. Siz sallamaza saqayğandan keyin uyingizga o'zim apirib qo'yayım. Menmo birdan bo'lsa-mu sizning qishingizda turib olganga xo'sh. Onun ustiga ballar kelsa, men turolmayman. Etrafdagilarmi boshqacha o'ylab qolmandi. Deginingizmi o'g'rilik. Men shu ballar keyin bilsa azoblanib qolarmikin deb shunday deyman. Hajab ish. Yan karavotdagilar to'liq so'rab ketyapti. Nima deyishimni bilmayapman. Bo'ldi. Bu ishlarni ko'p o'ylama. Siz saqaygandan keyin hamma ishlar o'ng'ishib ketadi. Salomatlik muhim, ha? Keling, uzilib qolmang. Birdan yetib oling, ha? Ben kaynak suya girey. Oy! Ne diyeceğim oğlum bu? Kandak ahvalımız. Mevlangu sen.
To'g'ri. Qanday tinchlikmi? Yaxshi. Birasi saqsib qolganmi? Ha, bizning yurtdan kelgan bir tuqunimiz davolanayotdi. Necha kundan beri kelamagandim. Siz men birisini yo'qlab keldim. Shunga qaynoq suv tegib ekan. Ekirpiray deb. Oy. Nurbiy mo'limmi bu? Ay, Mevla balam, qandaq ahvalim? Yaxshi. Yaxshitirdingmi? Saqsızlıqqa o'xshamamsiz. Qani, kela o'tira balam, o'tira. Ma'qul. Qaysi kuni Farhat bilan bildik. Bundaq gapni qilmada? O'zimmi xeli yaxshi bo'lib qoldim. Umi afsus ko'rib demagan o'xshaydi. Part yaqinda chiqib ketaman. Xeli yaxshi bo'lib qoldim balam. Ay, otaning qanday qaraq? Yaxshi. Faqat uxmabdim. Bugun bir tuqqanni yo'qlab kelgandim. Sizning yo'qligini bo'lsa. Unda qilsang qandaq bo'ladi balam? Bo'ldi, tuqqanlaringni yo'qligin. Rahmat balam. Bo'ldi, tuqqanlarniga keyin kelib olaman. Rahmat ansa. Nabi Jamolim meni o'qitgan. Siz qaror etibdi-da. Bek yaxshi odamdi. Odambek oq ko'ngil o'tkasin bo'lmamdi nima? Qara gapingni. Qarniyat bo'lsa, beshini yeydi shu. Qandaq xizmatlaring aldirashmi? Yo'q, ancha aldirash emas. Ay, aglan Nabi Jamolim, men alay. Bu yoq Mevlam bo'ladi, mening o'quvchim. Tanıyman. Farhat balamning yaqin og'aynisi. Ular bek obdan ütüdü. Menmi o'z balamdakli ko'raman. Shundaqmi? Ma'qulansan Nurbiyada. Men tuqqanlarni chiqib baqay. Sal turib, yana kiraman. Ma'qul balam. Ma'qul. Xo'shamsan. Xo'shamsan. Men xo'shlab qo'yib kiray. Bu sirq chiqib barang'ishayli. Ma'qul. Mening bu ishdan xabarim botdi. Farhat bir kun menga chechilib turib debdagi. O chaqda u bek ochiqlanib ketgachga men toza bilim diyamagandim. Hey bala. Bayatin bekli xijil oldu. Nemi deyishimni bilinmeyli qaldim. Şolma gap bo'ldimi muallim? Mana qarang bahar mı keldi? To'ngmi erdi? U to'ngni ertimiz. Gapni qilmoq oson bala. Lekin ularga nasihat qilmagan mahalladagi ahli inoyatlik zotlar. Bir yil ichida 6-7 qatim nasihat qildi. Biroq ular har qatimda chida chiqirib turdi. Mana qarang endi. Ey muallim, o'zlari bilindik bo'lganlari bilan turmushning inchik taraflarini, yoshlarning qalbini tas tushunmaydi ekanlar. Ularni oldiga qanday qadam kirgizsilimi, ular qetiq olmaydi. Ular nimidan ansiraydi bilanlar. Al ag'ina do'st birodarlarning bir onini boqamay agiribdi deyishidan ansiraydi. Shunga uning doğrusi yanilib bas. Qandaq muallim? Sen otkachilik qilib qo'ydingmi qandaq? Yo'q. Bu yaxshi niyatinglardan bak suyundim. Lekin ular ayta. Yo'q, siz xotirjam bo'ling. Uning bilan 10 necha yillik og'inadan biz. Herhalde mening gapimni ilik oladi. Men uni obdan tushunaman. Qog'inni keyin ko'rasiz. Xo'sh muallim, men mangay. Ma'qul. Ma'qul amsa. Kep to'g'in amsa. Shunday bo'lsin. Xo'sh. Ustib qo'ydingizmi? Men taxi sizning Mevlam bilan tanishdigingizni uqmay yolg'on aytib chenib qoldik emasmi? Bayni bo'lgandi, chiroyingiz o'ngib ketdi-ku. Men taxi Farhat
birer işlarni uqqan bo'lsa, Mevlan'ı ahval egellab baqili öğretkenmidi. Kilip yana jidal chiqiramo deb sal asirgandim. Qarasam, onda ahvomidi, xotirjam bo'ldi. Xotirjam bo'ling. Balla uqsin. Ular uqsa, qijil bo'lib qolar. Muzdekkan. Ko'nglingiz ichilib qolar. Azroq yeb beqing, ha? Apa? Oy, balam. Qanday balam? Yaxshi turdingmi? Qachondan beri yetib qoldim? Bir necha kun bo'ldi. Bizga nima ish xabar qilmading? Sizlar oldirash tursanglar, sizlarni ovar qilmay dedi. Hozir qandaqroq apa? Yaxshi. Operatsiya qilgandan keyin xeyli yaxshi bo'lib qoldi. Baya Mevlan telefon qildi ekan, shundoq ansirab ketdim. Hozir yaxshi bo'lib qoldim. Ansirmasanglar bo'ladi. Paratga telefon qilsam, komandirovkaga chiqib ketibdi. Shunga o'zimni keldim. Ansirmanglar bolam. Keling o'tiring. Ma'qul. Nima avara bo'lib bir nima ko'tarib surgansa bolam. Navram qandaqroq turdi, ha? Yaxshi, yasliga aparavatimiz. Ma'mevidan azroq tetib boqamiz. Bo'ldi, rahmat. Sen mi yalğız emaskense? Ertigi Şöhret bilan ayrım kelamiz. Balani yaslidin chiqmoqchidim. Keshib ketdi. Birdan o'tasang bo'latdi, balam. Men mangay. Men mangdim. Birdan o'tasang bo'latdi, balam. O'tamay mangdingmi, xo'sh emsa? Ertigi kelamiz, apa. Bu rastilla qamlashmoqda. Obsag'rib doktorxona yetib qolsa bo'lmasa, hatto operatsiya qilganim uqmasa bu qandoq bo'lg'ini? Bu zat qamlashmoq qiziqkina. Xijil bo'lishga tegishli ishdan xijil bo'lmay, xo'sh bo'lishga tegishli ishdan nomus qilib yurgan demisi. Ana uning dangla. Uning o'ziga tushib o'ylagan yeri bordi. Biroq uning otdan tushim o'zingga tushmaydigan bir mijozi bor. Onda qilsa Ag'ila Xabshak. Bugungi o'tirishimizning asosiy maqsadi birinchidan do'stimiz Dilshod yurtiga berib kelganligi uchun uningdan hadiq so'rash. Ikkinchidan oz bo'lsa-mu o'z uyimizning xo'shallik ishi. Biz yaqinda Delnurning dadisini yurtidan o'ylab qo'yib keldik. Endi uyada cho'ng mariki beramidik. Yurti o'ziga tushliq yarishig'ini qilgan. Shunga bu yerda sizlardek yaqin aloqalarni yig'ib, bu xush xabarni bir yetkazib qo'yg'im keldi. Shunga bugun hammamiz echilib, yeyilib, mungdishib, ravrus bir o'tiraylik. Qandaq? Bak cho'ng chiqib sadash. Qani saylarni ag'ash o'tiringlar. Voy, gap qilmasam xuddi Mavla yolg'iz berib o'ylab qo'yib kelgandaklar meni tilga epmi qo'ymaysizlar-ku? Buningda mening narsam bordi. Gap qiling, Mavlan. Ag'ila, maqsad aniq bo'ldi. Shundaqmi? Barat, nimandaq yaqirab o'tirsa, gilamning gulni sanab o'tamsa qanday? Uzukdek bo'lgan yoqqa yedim beshi ketamaydigan bo'lib oldi bu. Sen o'xshash bo'yni so'sman so'lamda o'dakdak. O'yning mengizni ko'rsa tuvuq seqirabdi deb, bunday gap qilsang ketdi-ku, ha?
qo'shni bir yerda o'tirib, asub qolmanglar yana. Ag'illa, bayatimdan beri birdam-yerimdan kulishganmi bo'ldik, chaqchaq qilishganmi bo'ldik. Shundaqmi? Endi bu yerda bir odam gap qilyapmisan. Va ag'inimiz Dilshodqimi bir gap beraylik. Ha. Dilshodmi gap qilib baqsin. Ag'inlar, o'zinglarmi bilasizlar, men gapga ancha usta emas. Ag'illa. Bayatim beri kulishganmi bo'ldik. Yumurlarnimi deyishdik. So'rinmi? Obdan qizyotdi. Lekin bu yumor odamni o'yga soladi. Rost deysan. Yashanganlarmi odamda. Ular hech tuyg'usiz kesak yoki yog'och emas. Yashangan hamrolar bir-biriga bergan ruhiy shodlikni farzandlar hargiz beramaydi. Ular mo'ngdishqa, sirdishqa, yoshlig'idagi aslimalarni aslashib, zo'q ilishga erisman bo'lib qoladi. Ag'illa, o'zinglarmi o'ylab beqinglar. Baxtaklarmi jupi bilan erkak kishi bo'lib yaralgan-ku. Shundaq emasmi? Oddiy misol. Agar otani o'rin tutib yetib qolsa, balalar otaning yoki onaning ostiga qo'l solalamdi. Yana shu buvay mo'maylar bir-biridan ko'rinmaydigan gap. Shundaq. Aras Parat. Oldiq kuni men doktorxonaga bir tuqqanim yo'qligini borgandim. Shu yerda opamni uchirtib qoldim. Opam doktorxonada yotgani 20 kun bo'pti. Bizgacha demabsana? Yo'qlab baratdiq emasmi? Nurbuy muallim qandoq bo'lsa, boshlang'ich maktabda bizga bilim bergan, bizning dilimizni yo'ritgan ulug' inson emasmi? Sen toza odamgarchilikni bilmaysan, juma odash. Opam og'rib qoptimi? Hech xabaringiz yo'qmi? Qiziqish-ku bu. Bu Parat, nima gap bu? Balla qarzingni ado qilganing mushumi sening? Voy Farhat, nimachi ko'nglingiz qara sizning? Apangiz doktorxonaga kirib 20 kun bo'lib qoldi, xabaringiz yo'qmi? Sanavar sizga demadimi? Gapni qilsam, bu ishdan Sanavarning xabari yo'q. Nurbuy muallimning bolnitsaga kirib qolganiga 20 kunchi bo'pti. 20 kunning yog'i Nabijon muallim uning kech kunduz qarabdi. Nabijon muallim yaxshi qarag'ashqa salomatligim xeyli yaxshi bo'lib qopti. Operatsiyam o'ngishli bo'pti. Bu men sana xabar qilay desam, seni topolmadim. Men Sanavarga telefon berib qo'ygan. Sanavar bordim-bormidimi? Buni uqmadim. qanday degan gap bu? Shu emasmi? Qanday degan gap bu? Soat 1ga beribdi. Voy, qanday degan gap bu? Nega oldirasizlar? Bo'ldirab. Birdan o'tirib qolmamsizlar. Birdan o'tirib qolmamman. Bo'ldi qo'shamsa. Bog'lamsa qo'sh. Topolmay qaytasizlar. Kap turasizlar, yo'qolib ketmay. Yo'qolib ketmay kelinglar. Bog'lamsa. Qo'shamsa turib kelinglar. Bo'ldi, Parat. O'zingga bak ip ketmagin. Hamma ishlar o'ngishilib ketadi. Bilma. Azoblanyapsa. Chet ellik bir adibning mundaq bir hikmatli so'zini o'qigandim. Azoblanishdan iborat bu sapon bir tarafdan sening yuraging utilsa, yana bir tarafdan hayotingni yangi bo'lug'ini ochadi. Bo'ldi, bak o'zingga ip ketmagin. Bo'ldi qil adash. Men shu topda boshqa bir dunyoga qadam qo'ygandek his qilib qoldim. Rahmat. Xo'shamsa. Xo'sh. Hada. Nima bilmasam? Opamning og'rib qolganini uqib turib, nima deb menga demaysan? Men shu teqa oldingi kun uqdim. Sana xabar qilay desam, seni topolmasam. Ish bo'lmaganda telefon urib qo'ysam bo'lmasmidi? Voy bo'ldi, qilay seni topolmasam kimga telefon qilatdim? Endi qanday qilamiz? Doktorxonaga qaysi yuzimizni ko'tarib boramiz? Voy, nima rasvochilik bu? Endi opamning yuziga qanday qaraman? Opamdan o'zimcha namoz qilib ketibdiman.
Menmi o'tganda Aşu Nabijan muallimning oldini to'sib, bir muncha qamlashmagan gaplarni qilibman emasmi? Endi buni qachonmi jo'yib tugitaman? Endi opam bilan Nabijan muallimning oldiga qaysi yuzimizni ko'tarib boramiz? Bo'ldi, hada. Anlasam, opam aytdi, balnisidan chiqdi ekan. Bu yerda o'zimizni ayblagan bilan hech shal olmaydi. Yaxshisi, biz hozirla doktorxonaga berib, opamni olib chiqib olaylik. Agar u doktorxonadan chiqib ketsa, o chaqda biz texim o'sal ahvolda qolamiz. Shunday qilaylik, ukam. Ma'qul. Lekin doktorxonaga quruq qo'l kiramizmi? Rost, quruq kiramizmi? Avval sen. Hadi sen kira. Shunday qilib. Apa. Kızım. Apa. Apa. Biz hazırla doktorxonadan chiqib ketaylik. Lekin men. Apa, biz rasmiyatlarni bijirib bo'ldik. Doğruni pastdan ilib olsaqla bo'ladi. Qolgan gaplarni uyga borganda deyishaylik. Men olay. Aka, apa sumkangni. Men ilib olay. Mayli. Mayli. Xo'shamsa. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh. Ma'qul, xo'shamsa. Voy, Nurbiyada, qanday ahvolimiz? Voy, Nabijan muallim. Tinchmi bo'la? Yaxshimisan? Qani bu yoqqa. Mangla. Mayli. Seni avval qilib qo'yibdimiz, Yo'q, unda qilma, o'zimizning ish tursa. Qani, siz chiqing. Avval siz chiqing. Rahmat.